Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana xudo xolasa narsalarimiz tayyor. Bugun kunimizga 10-yanvar, shanba kuniga mana izoterimizlarimiz bor. Xo'p, mana bu ham izoterimiz hisobidagi, lekin usti tent, orqasi arka qo'yinishli mana. Tentli ikkita nasosli variantlari mana. Tayyor nalichida bor. Kesalar ham 1 soat, 2 soatda ishlang hal bo'ladi. Chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz xudo xolasa. Ichki holatlari mana. 5 li fanerda bo'ladi. Fanerda o'rtasida poki bor. Uni tepasidan tent tortiladi. Ikkitadan nasosli har bittasi. Kimga shunaqa narsalar zarur bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Marg'ilonda. Furnituralarimiz qulf kalitli bo'ladi mana. Ko'rsam qulf kalitli bo'ladi. Yo'llari, nijevikalari bor mana.